PowerPointda animatsiya nima uchun kerak? PowerPoint dasturida animatsiya slaydlaridagi matn, rasm, diagram va boshqa elementlarni harakatlantirish yoki turli effektlar bilan ko'rsatish uchun ishlatiladi. Animatsiyaning asosiy vazifalari PowerPointda diqqat kerakli joyga qaratish. Misol uchun, har bir element, masalan, asosiy fikr, rasm, diagramma animatsiya orqali paydo bo'lib, auditoriya e'tiborini aynan shu joyga jalb qiladi. Ma'lumotlarni tartib bilan taqdim etish. Bu nima degani? Animatsiya taqdimotchi gapirayotgan kerakli ma'lumotlarni bosqichma-bosqich ko'rsatishga yordam beradi. Shu tariqa auditoriya chalg'imaydi va faqat hozirgi qismiga e'tibor beradi. Prezentatsiya jonli va qiziqarli chiqishi. Harakat va effektlar taqdimotni zerikarli bo'lishdan saqlaydi. Ayniqsa yosh auditoriya yoki umumiy tomoshabin uchun qiziqarliroq ko'rinadi. Murakkab jarayonlarni tushuntirish. Misol uchun, biron bir jarayon qanday kechishini ketma-ket animatsiyalar orqali ko'rsatib berish, diagramma, asta-sekinlik bilan chizilishi, qadamlar bo'yicha rasm paydo bo'lishi. Xuddi shunaqa holat murakkab jarayonlarni tushuntirishda juda ham qo'l keladi. Slaydlar o'rtasidagi silliqlik qilish. Animatsiya slaydlar o'zgarishni yumshoqroq, ko'zga yoqimliroq bo'lishi, bu taqdimotchining prezentatsiyasi professional va tartibli ko'rinadi.